Salom do'stlar, bugun sizlarga Norvegiyada yangi tug'ilgan bolangiz bo'lib qolsa, qanday narsalarni bekorlik qila olasizlar, shuni ko'rsatmoqchi. Ko'rganinglardek Makivi degan do'kondan Baby Box deb shuni oldim, bekorlik. Buning ichida baliq lozim bo'lgan qog'oz, yo'l qog'oz, lekin bez, pampish, bilaya nurg'un narsalar chiqadi. Buni faqat do'konning yo'qlanmasidan appdan registr qilsanglar bo'ldi, olma deb. Mana Rema-1000 degan do'konga o'xshash. Shuning ichida nurg'un narsalar chiqadi. Kir yuvadigan, bu sopun, bilaya, bez. Lekin men dorixona apotekandimi nurg'unlagan bir poshat narsa chiqadi. Bu sizlarni shu 1 oy, 1,5 oy shundoq bemalol bekorlik ishlatalasizlar. Shundoq foydali.